Assalomu alaykum avtofurgonimiz mijozlari. O'zi yomg'irli ob-havolar boshlanib qoldi. Men sizlarga mana shu o'rnatib bergan borti tentimizni maslahat beraman. Sababi yuklaringizga suv o'tib ketib qolmaydi. Xo'p, akalarim, Labo mashinasiga chiroyli bortli tent o'rnatib berdik. Men sizlarga bu bortli tent haqida ma'lumotlar berib o'taman va videoni oxirida narxini aytib o'taman. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga bitta obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlaversa, unda obzorni boshlaymiz. Xo'p, akalarim, bu Labo mashinasiga o'rnatib bergan tentimizni balandligi 1.20, bortdan tepasi. O'zingizlar bitta ahamiyat qarataverasizlar. Polni Turetskiy 700 grammlik chiroyli tentdan bichib tikib berganmiz. Choklariga ham bitta ahamiyat qarataverasizlar, juda chiroyli chiqqan akalarim. Ustalarimiz mehnatini kommentariyada o'zingizlar baholab o'tib ketasizlar. Xo'p, bu tentimizni orqasini damazlikda ochiladigan qilib berganmiz. Usta bobo, bitta oching-da shuni. Ochib ko'rsataylik. Ahamiyat qarataverasizlar. Mana ko'rib turganinglardek, orqasini damazlikda ochiladigan qilib nasos silindrlarini o'rnatib berganmiz. Xohlovchilarga bir tarafga ochiladigan qilib beramiz, xohlovchilarga ikki tarafga ochiladigan qilib beramiz. Profildan yasab. Xo'p, ichki qismiga keladigan bo'lsak, profillarga o'zingizlar ahamiyat qarataverasizlar, juda zid joylashgan. Xo'p, bu tentimiz asosan qishloq xo'jalik mahsulotlari, qo'y, yem, mol, qisqasi universal lubbo yukni ortib ketaverasizlar akalarim. Bu tentni necha soatda o'rnatib berasizlar desangizlar, atiga 3 soat, 4 soat ichida mana shunaqa chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Hujjatlari keladigan bo'lsak, hujjatlardan hech qanaqa muammo bo'lmaydi va endi eng qiziq joyi narxi. Narxiga keladigan bo'lsak, bu tentimizning narxi 3,5 million so'm. Tent, karkas, orqa eshigi damazlikda ochiladigan bo'ladi va hujjatlari bilan. Bizda undan tashqari yig'ma tentimiz mavjud. Yig'ma tentimizning narxi 3 million so'm akalarim va xohlovchilarga mana bu eshigini aytdim. Bir tarafga katta qilib ochiladigan qilsak ham, ikki tarafga mana bunday profildan ochiladigan qilsak ham, xuddi shu narx 3,5 million so'mga tayyor bo'ladi. Agar orqa eshik bo'lmasa 3 million so'mga taxlab beramiz va bu yoqda Kia Bongo mashinasiga yig'ma tent o'rnatib beramiz. O'zingizlar ahamiyat qarataverasizlar. Opa, ketdani. Xo'p, hurmatli obunachilar, kimga shunaqa chiroyli, sifatli tent o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar va bu tentlarimizga ham katta kafolatini qilib beramiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, manzilimiz Samarqand shahrida joylashgan va bizda katta ob'yomda ish ketadi. Bir kunda o'rtacha 30 ta 40 ta mashinaga xizmat ko'rsatiladi va o'rtada videolarni qo'yib ketaman. Tentlar ruloni bilan keladi bizda. Kimga shunaqa tent o'rnatish xizmatlari kerak bo'lsa, mana bular xolodilnik furgon, tunuka qoplash xizmatlari kerak bo'lsa, akalarim pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Avtofurgon to'g'ri tanlov. Sog', salomat bo'ling. Sizni kutib qolamiz.